Çünkü da aslımanda saat sırılgısı. Kim bilir demiş buludu bu bir günümün tersi. Her siyahda her hıl işler her kıyafette dahil. Belki bu yaşının veya yamanın şerpsi. Yağmur yağdı şarkırap mı parkırap bir şeyler. Hiçbir söz notayın yok kuruk dikilen basiye. Büyüyüp akıdı yağmur siyah dizilgan gazel. Mühürk taş koy yağsı kaldırıp radiye. Su akıdı düvenli boylap kişi izlenip yukurga. Diyaloglar tayini bozun gel noktaydı parazlar. Ölçem kızı takı dur kıymet özgü mayıl. Kargo şoför yol başlaydı bundan kişilik hayatıda. Hiçsi estik yıl perest yok kudum günümde. Test bir besti yıl kabeste arzu veyran dilip beveste. Kanat karak yol hıravan ki ilgilik kömelge ayan bol dil best. Dost fikir unazır kılma best beste. Assalamu alaikum. Ne bu bu? Gözümden o gezdim yetmeklemdir Haydi köşçününü İzledim şu gündeyken Vücudumunu sıkanda iş almaz tügün Almaş ne gündüz gece Kanca uzaktın menzilim bilmedim Belki biz gefşiri cehennem Kısmet kaçladı şu yolda Tüküş kaldım boy sundum Cansız benim ıssızlıktan kalmadım İçin işe de geldi Tıkıldım ama gözü Tapçılığın yeşim gözümden Bululur mu davası Hem de onu unutuşunu oyladım Liderlaştım ahirledim Dertlerim şudur belki benim Elveda gülüm Assalamu alaikum. Özümüzdeki rapları payzımke. Hoş geldinler yan bir katımlık live stream faslarga. Xitoyninki pashmonlari to'g'riliq so'zlamoqchi. Bugungi mazmunlarda shu hozirgi bo'linayotgan xabarlar degandek ham yaxshi xabarlar, ham yomon xabarlar, ham yaxshi inkaslar, ham yomon inkaslar. Bugun birdan o'tirib inkaslarni ko'rib boqaylik deb chiqdim. O'zimizniki Uyg'ur raplaridan boshladim bu videoni. Erkin Asiyaninki bir xabariga qarasanglar, yilqi ismi kimdi? Shuningki Uyg'urlar to'g'riliq ishlagan bir chet elniki Fransiyadagi bir yerni deb aynan o'zim ko'rsatib qo'yayman. Hem demakchi bo'g'nim haqnikini payz emas, faqat men o'zimizniki naqshlarimiz shunday payzi mana o'xshash Şundaq sendeysen turmuşumda hoşçalıksın hep olan Özdeşim alekçeliki tügünemezsin Eynimizden gel kılıp Ağrıttım yok beşimni bu işlara keldim dökanğa Nakıl töleymin hocayım Toplattırdım bir botolka Coca-Cola, Coca-Cola Köp severlik ötü boldu hatta Pişayman ve izle Kaça eski koyup kaybolduk Boksut mutlu yolca esası yok Aynı aydınlık mazgapka Kendini kelmezke Coca-Cola 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 Nereden başlayımız gapni? Qaysi inkaslardan ko'raylik? Facebook'daki inkaslardan başlayayım yoki YouTube kanalidagi inkaslardan bir ko'rib ya. Oldingi videoda tunuygunlam so'zlagandim. Atlik live streamda ko'rishaylik deb bugun yana chiqdim. Ham ishlarni oldin biladim o'shundaqa shu bu inkaslar bo'ldi. Inkaslarni ko'rishdan ilgari sizlarga Xitoyninki pashmonlari to'rda so'zlagan gaplari shularni misolga olib avval bir ko'raylik. Xitoyniki pashmonlari to'g'riliq avval so'zlay. Do you prefer communism or capitalism? Communism. Communism. Yeah. Do you live here? Yeah. Why? Because we're here to learn. Oh, you study. Yeah, study. So
you're going to go back after? Yeah, of course. Oh, so you prefer communism, Yes. and you don't think that the government in China does anything wrong? No. No. No, right. Not wrong at all. So putting people in jail for practicing religion is okay. Yeah. Freedom of speech, stopping people from protesting, it's okay. Yes. Do you prefer? Köpçülük mao avval Xitoy Kompartiyasi tarafidan kallasi yuyib ketilgan Xitoy o'quvchilarniki degan gaplarini anglab boqaylik, andan keyin men o'zaro solishtirmoqchi. Tunugin har qaysi partiyalar bilan solishtirib o'zimiz bu to'g'ri bo'linayotgan bu ishlarga o'zimninki o'ylaganlarini hamda shu to'g'ri bo'lgan faktlik isbotlar bilan sizlarni o'ylanishga chaqirgan. Hozir bugun yana chiqdim, solishtirman deb. Tunugin solishtirgan chog'da faqat Xitoy Kompartiyasiga solishtirmadim, ammo Kanadadagi Liberal partiyasi, Conservative partiyasi, Green party degandeklarniki qatorlarniki hammasiga partiyaga a'zo bo'lish jarayoni va partiyaniki a'zo badal puli degandeklarni tortib birdan solishtirgan. Endi partiyaga solishtirib deb hamda shunda endi hozir yana shu u yerdan bu yerdan hammasini sizlarga o'zaro solishtirish, o'zaro mundaqiligi o'zinglar o'ylanglar deb bir amaliy faktlar bilan sizlarga yana so'zlayapman. Manki gaplarini yana qayta anglab, o'zimizningki Uyg'ur qarindoshlar yozgan inkoslarni o'zaro solishtirib boqaylik, qanaqligini sizlar o'zinglar o'ylab beringlar. Mak ko'z malaniki gapini anglsam ham kulgim keldi u. Kommunizm yaxshi yana dedi chet elda o'qiyotgan o'quvchilarmi? Communism or capitalism? Communism. Communism. Yeah. Do you live here? Yeah. Why? Because we're here to learn. Oh, you're studying. Yeah, So study. you're going to go back after? Yeah, of course. Oh, so you prefer communism, Yes. and you don't think that the government in China does anything wrong? No. No, right. Not wrong at all. So putting people in jail for practicing religion is okay. Nothing is wrong with CCP dedi. Komünist partiyasi yani komünizm yani yaxshi deb turib Endi bu inkoslar qanaqa deysanglar, men tunugin Cumhuriyet partiyasiningki bir narsalarni elib, misolga elib so'zlagandim-chu. Endi shularni ko'ribmi, yana Cumhuriyet partiyasiningki to'g'ri, yana shu to'g'ri, unda qismi to'g'ri, bunda qismi to'g'ri degandek gaplarni solishtirib, bu mengisi yuyilib ketgan kishilar bilan Cumhuriyet partiyasining ichidagi partiya a'zolari mengisi yuyilib ketgan bir qism partiya a'zolariniki inkoslarini birdan sizlarga o'qib ko'rsatib, ma'no o'xshash solishtirib sizlarga ko'rsatmoqchi. Men bu ahvolni dedim, u yerdagi ovozli uchurlarni hargiz o'zim yasab olgan uchurlar emas, o'zidan nim qildim. O yerdagi ham baharlagan u ovozli uchurlarim meniki u siyosiy o'g'inish, masalan, o'sha sizlar partiyaga kirgandagi har biringlar bilan paranglashgandagi shu paranglar menikidan bor. Men bu yerdagi chiqarishdagi maqsadim, turib maqsadimni yana qaytadan ayrim so'zlayman, u avval bir partiyalarniki bir narsalarni ko'raylik. Mengisi yuyilib ketgan Xitoy o'quvchilari har qancha bo'lsin. Yeah. Freedom of speech, stopping people from protesting, it's okay. Yes. Do you prefer communism or capitalism? Communism. Communism. Yeah. Do you live here? Yeah. Why? Because we're here to learn. Oh, you're studying. Yeah, So study. you're going to go back after? Yeah, of course. Oh, so you prefer communism, Yes. and you don't think that the government in China does anything wrong? No. No, right. Not wrong at all. So putting people in jail for practicing religion is okay. Yeah. Freedom of speech, stopping people from protesting, it's okay. Yes. Bu xuddi meniki har bir partiya a'zosidan $148 Amerika tarafidan $154 atrofida uni qilsimi bo'ladi. Partiyaniki shu vatan ozod qilamiz degan shu gaplarimi bo'ladi desam sizga yes degan gaplarga o'xshash shunda o'xshatdim-chu men. Men bu sizlarni ko'rgan bo'lg'aytinglar, bidaylar ekrani bor va boshqa amaliyotda bor bo'lgan gaplarni chiqardim. Anlab yetmanglar, ko'kböre analizi, Amerikadan siyosiy sahnadagi eng kuchli odamlarimizniki biri Nuri Turkal, hamda
doktora kimdi? Akram doktorniki degan gaplaridan shu Arslaniki degan gaplarini o'ylab beqinglasizlar. Bu Akram doktor degan chaqda 20 yildimi vatanni ozod bo'ladi deb men kesib aytolmayman dedi. Men 20 yillikniki emas, faqat 2 yillikniki hisobini sizlarga o'zimniki kasbiy keslim bo'yicha kasbiy shunday son sifatlarni hisoblab sizlarga deb berdim. Najmdan o'ziniki e'lon qilgan soni hozir qadar bizniki partiyada 500 dan ortiq odamimiz bor dedi, 507 dedi. Onundan boshqa degan gaplari har qaysi tashkilotlarning ichiga josuslik sifatida shunaqa yoshirin odam kirgizish deganlarmi hammasi o'ziniki og'zidan aytgan gaplar. Ashlarni sizlarni tahlil qilib beqinglar deb ayni isbotlar bilan so'zlab nima qilsam, bu inkoslarni ko'rib partiya a'zolarining inkoslari partiya a'zolarining inkoslarini elib birdan ko'raylik. Dedim shu 20 yildimi vatanni ozod bo'lishiga kesib aytolmayman deganniki men 20 yil emas, 2 yilniki partiya badal pullarini hisoblab, mau partiyaniki qilayotgan ishi men 2 yilniki partiya badal puli bu $1 million savdo deb aniq ko'rsatib aytgan hamda o'ziningki menga siyosiy tarbiya bergandiki, siyosiy o'rganish qilgandiki degan gaplarini aniq aytgan oldingi live streamdan ko'rib boqsanglar bo'ladi. Nima desa, men bir muncha shu butun partiyaniki nizomnomlari shularni hammasini tushuntirib endi deb aytgan partiyaniki maqsadi nima ekan degan chog'da men o'zim kulib turib amaliyotni o'zim his qilgan edimda, partiyaniki maqsadi shu shundoq ideyadagi odamlar biz deb bir to'p odamlar shundoq odam yig'ib pul elish desam, satrak qilib aytgan chog'da dala shundoq degan. Va u ovozni kuchini bir yerdan o'zim bu kompyuter texnikalardan foydalanib yasab olgan ovoz emas. Amaliyotni sizlarga ko'rsatib berish uchun sizlarni bu men yurishniki proseslar qanday bo'ldi ekan deb o'zaro dialog qilgan dialoglardan tortib, menga so'ragan savol bilan javoblarni tortib sizlarga aniq yetkazib bergan. Anandaki o inkoslar qarta tutgan pozitsiyalarni partiya a'zolari ochiqdan ochiq shu Facebookda va YouTube'da yozgan bir narsani sizlarga deb beray. Ya'ni ko'rsatib birlikda tahlil qilaylik. Bu xuddi har ilqi shundoq talvalarcha yozgan boshqa yerlardan ko'rdim. Masalan, Nabija Alonika necha kun ilgari yozgan bir yozmalarga yozgan butun partiya a'zolariniki to'rlarda yozgan inkoslari degandeklarniki hammasi bu xuddi mau yana bir Xitoy partiya a'zosi Xitoy Bashmosiniki menisi yuyilib ketgan bir Xitoy partiya a'zosi Bashmoninki o ay Gumchandan sağla deb aytgan bunu nimasiga bak o'xshaydi ekan. Zala ko'rib beqinglar. Buni sizlar ilgari bir yerda ko'rdinglar qachon? 我爱共产党，我告诉 FBI， 我爱共产党。知道吗？来，你告诉 FBI 怎么了你？不是言论自由，啊，是不是？你告诉我，告诉你不是言论自由，是不是？我这现在言论自由啊，我有，但是你在破坏我的言论自由。那我撕了怎么了？那就干嘛？我爱共产党，好，怎么了下？去我爱共产党我，告诉 FBI，我爱共产党。知道吗？来，你告诉 FBI 怎么了？你不是言论自由，啊，是不是？你告诉我，告诉你不是言论自由，是不是？我这现在言论自由啊，我有，但是你在破坏我的言论自由。那我撕了怎么了？那就干嘛？我爱共。O ay Gumchandan怎么了deganni men buni kimga o'xshatdim desanglar, men partiyani qo'llovchi qandoq deb so'qishgan partiya a'zolari bolalarga qarata shundoq mensiniki qanchalik darajada yuyilib ketganligini sizlarga ko'rsatib beray deb mana bu bir narsani sizlar bilan meni yuyish proseslari partiyaniki bilan ananiki shaxlatib setishniki bilan o'xshashlik taraflari intayin nurg'un. Mening o'zimniki ko'rsatganlari u yerda hech qanday men faqat sizlarni qo'llasanglar davomli qo'llaveringlar, ishlarni qilaveringlar. Bo'pti, a'zo bo'lgan bo'lsanglar davomli siyosiy o'rganishinglarni qilaveringlar. Va uni bir narsa deydim, qilgan ishinglar mana bundoq ekan deb, u o'zinglarniki agishayotgan odamniki haqiqiy maqsadni o'ziningki og'zidan elib aytgan ovozli uchurlarni anglanglar, o'zinglar tafakkur qilinglar deb oldingi videoni ishlagan. Endi qayerga ketamiz? İnkaslarni bir ko'rib o'qib boqaylikmi? To'xtanglar. Meni yuyish firlari
而今，哎，老板给我一瓶可口可乐，给我平淡的生命在点点冲。哎呀。Çıkıldı astım anda saat sırılgısı Kim bilir demiş buludu Bu bir günümün tersi Her siyahta her hıl kişiler her kıyafette dahil Belki bu yaşının veya yamanın şersi Yağmur yağdı şarkı rap mı parkı rap mı şerler Hiçbir söz notayın yok Kuruk tıkılan basiye Büyüm akıdı yağmur suyu siyah dizilgan gazel Mühür taş boy Yaksı kaldırıp radiye Suğa akıdı güvenli boylap Çizdiğini büyük kurgar Diyaloglar taylı olsun gel noktayız parazlar Ölçem kızı takı dur kıymet özgü mayıl Kargo şoför yol başlaydı bundan kişilik hayatında Kimsi estik yıl perest Yokut kurdum günümde Tespir bestik yıl tepeste Arzu veyran tilip beveste Kanat karak yol gıravan Ki ilgilikti kümelge ayan boldu best Doktu fikir Unazır kılma best beste Ezmike özümüzün rapları. Şişeri geldi de mappa İsmek olup kol uzattım Tükünü sancıldım ama Kankamsına Özümüzdeki rapları peyziya. Biz haqnikini maqtab, xuddi Xitoyga o'xshash. Xitoyga qanaqa qildi desam, chet ellikka shundoq o'ydaydi deb. Kendisi kefçede cehennem İsmek kaçladı şu yolda Bizniki payzi bir narsalarimiz bor. Biznikida boshqa millatlarda bor bo'lgan jasoratlar bizning millatimiz bor. Shunaqa qaltis kishilarimiz chiqqan. Biz masalan shu selishtirib yasaqlam bir yahudiyninki har shanba kuni qo'liga nima ilib 3 milyon odamni concentration camp solib oldi deb shu ko'chada shu yo'l bo'yida men qilgan Facebookda videos ko'rsam bo'ladiki. Shundoq protestlar bilan bizniki Uyg'urlarning ichidami shundoq shu lozunglarni ko'tarib shu yo'lda kishilarga shundoq amaliyotki bizniki holimiz hozirgi sharoitimiz hozirgi bo'layotgan ishlarni dunyoga anlatayotgan shu xil shakldagilar boshqa millatlarda bor shundoq jasoratli kishilarimiz bizniki o'zimizdami bor boshqalarni voy davamay o'zimizniki aramizda haqiqiy ish qilayotganlar ularni qo'llaylik ularniki undaqaylik ko'ngil azor beradigan gaplarni to'g'rilardan qaz qilaylik bir kuni ko'zini aytyapti bir kuni putini tutyapti deb yurib undaqaylik azor beradigan gaplarga men shunaqa hayron qoldimda undan ilgari texnik odamni ichindiradigan yana bir vaqa Mirodil Hasaniki vaqasi shundoq boshqa millatlardami Xitoyninki muxbiri qilgan ishnimi bizniki Uyg'urning ichidan chiqib bir qilgan shunday Xitoyning ichida turib videolarni topgan vaqtda bizniki Uyg'ur jamoatimizning ichidan shunday qattiq g'ulg'ula qilib haqoratlarni yog'dirib qolgan. Endi men o'zim YouTube kanalida davomli o'zimniki o'ylaganlarimni bu yerda so'zlab bir narsa qilib oldingi qatimliq videoda shu Jumhuriyat partiyasi to'g'riliq o'ylaganlarimni va amaliyotda bor bo'lgan shu isbotliq bir narsalarni ko'tarib chiqib sizlarga shu bir narsalarni o'ylab beqinglar deb yozsam inkaslarni bir ko'raylik deb shunga bugun yana chiqdim. İnkaslarni bir ko'rib boqandim. Shu tunugungi videodagilar inkasni ko'raylik. Facebookdan boshlandim ya Facebookdagi inkaslarni. Kallangizdan dadivami sizdan? Qaraganda siz shaxlatib setish qatnashgan o'xshamaysiz pulingiz tugabdi-da Xitoydan kelgan manfaat to'xtab qoldim men. Huachunyining dediki debdi-da. Huachunyining dediki deb Huachunyin qanday deysanglar men uningki yozgan Twitterga chiqargan Twitterga birdan inkas yozib oxiri Huachunyin tarafidan blok qilib etilgan odam emas mening o'zim ko'rsatib beraychi sizlarga Twitter'niki o'zim shundoqmi inkaslarni yozamda odamga haqorat qiladigan amaliyotni desam amaliyotni so'zlasak bo'lmamdi nima ish bunday bekadimga haqorat qilgan Huachunyining dediki
Xitoydan kelgan manfaat to'xtab qolibdi deb. Xitoydan bir manfaat kelamda. Qo'shin masalan bu Twitterda qo'shinniki adresi qanaqdi? Spokesperson China mi? Spokesperson CHN. Inte bu ayolniki bu nimasi? Twitter'ning o'zidan ham ko'rsatib qo'ydi desam, u Xitoyninki spokesperson Fire bularchu hammasi shu tordagi barliq Uyg'ur faoliyatchilarni shu to'xtamay shularga shu kuchli inkoslarni qaytaradiganlarni hammasini birdan blok qilayotgan. Bu qo'shin bu ayolniki bu xotinniki Twitter'da men blok qilib etilgan odam. Endi sizlar shunday men to'xtamay avatan so'z deymiz. Bir qo'lamdi. Yomon ko'nglim kelib ketdi-da, ish qilib qo'shin tarafidan blok qilib etilgan ma'nosini chiqaray desam. Nada buniki? Qaysinglar bizlar Twitter adresini manda beringlarchi? CHN 6% mening bo'ldi. Bo'ldi ko'rsatmayman. Ismini damalaqqa topamdan qo'shinniki spokesperson deb chiqarib qo'y desam. Men Jolly Jen Rumala ish qilib bu Uyg'ur faoliyatchi bo'lsam, ularga shu qaytarma inkos yozganlarni bo'lsa, meni uni buni demay, ashlarga inkos yozinglar, shu qo'shinniki bir narsaga shu radiyalarni shu yerga yozinglar, menga radiya yozman demay, meniki radiya qilgandek bir narsam bu yerda amaliyotni bor gaplarni dedim sizlarga. Qiziq gaplar. Yana ko'rib boqaylik, yana nima debdi? Kamazon ketadi bu. Datalashga soladigan tema deb, datalashga soladigan tema emas. Bir kim o'tirg'i chiqib so'zlamasa, masalan, boya tahay nima qilib qo'ygan bir Twitter'dagi nimamni ko'rsatay sizlarga. Haqiqatni o'tirg'i ko'rib turib share screen tutaman. O'zinglar ko'ringlar. Tahay bu 15 minutdan oldida bir narsa chiqarib qo'ygandim. Peygamber Efendimiz haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır buyurur. Hakikati gören kişi hakikatten mesul. Peygamber Efendimiz Qaytanlar. haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır buyurur. Hakikati gören kişi hakikatten mesul. Haqiqatni ko'rgan kishi haqiqatdan mas'uldir deydi. Men faqat ko'rganimni so'zladim, sizlarni o'ylanib beqishga chaqirib qildim. Bu inkoslarni ko'rib ta hozirgachilik hech qanday o'ylanib beqish to'g'risida bu radiya inkoslarni yozmay, menga hujum qiladigan, hatto shaxsiyatiga hujum qiladigan undaq inkoslarni yozgan bo'lsanglar, men hozirlam deb qo'yay. Kelar qatimliq videomu bu hafta o'yin ishim bor bo'lsa. Kelar haftalik videoda Cumhuriyetçiler Partisi to'g'riliq o'ylaganlarimniki ikkinchi qismini so'zlamoqchi. O'sha inkoslarga qarab shu ideya kelib qoldi, men bir qatim so'zlab o'zlari o'ylanib gaplarni tegi aytib olar deb o'ylasam, bu sizlarniki yozgan inkoslarlarniki qiziqlik. Men ko'rib boqay. Xitoy fuqarolari gunoh yo'q deb jarsan, Xitoy oshig'i Guli Mamur. Meni ko'rishingiz Kanadaga olib ketaman deb Turkiyadan to'plagan 10 ming odamning materialining hisobini berdim. Men qachon seni olib ketaman deb tizimlabdiman. Mushundaq Kanadadagi parlamentning ichida Uyg'urning ovozlari chiqyapti, bir yo'lini biz mengishib beraylik, mengib boqaylik, tirishish bizningdan natija Allohdan deb yozgan u bir narsaning ichida
o Facebook'tagi burunqi yozmalarimning ichida sizlar hech qachon men sizlarni Kanadaga olib ketaman deb tizimlaganini, o'sha tizimlash ishiga yordamlashgan. Mushu to'g'riliq video ishlayman deb buning sirasi bunda. Najmiddinga o'xshash shu vatan davosidan foydalanib pul yig'aman, pul qilaman deydigan odamlarniki bu yerda bir ish qilgan bo'lsa, qani Kanadada bir ishlarni qilib yetibdi, ish qilib natijasi chiqyotdi, amaliy ishlarni ko'rib turyapmiz vazifasida. Ondoq bo'lsa, bu haqiqatni o'tirg'a qo'yish, o'tirg'a chiqish, so'zlash Uyg'urlarning ichida bizniki bunday ekranlarimiz nihoyat oz. So'zlasam deb bo'pti. Shular meniki video ijtimoiy bo'ldi deb siz nim qoldirib qo'yganlar ekan bu taxe. Siz video ishlamayman desangiz ham ishlamaydi. Men siz kim siz? So'zlavermayin, davomli chiqadi taxe. Endi gaplarimniki hammasi pokitlik, mazmunliq, bunday bir narsalar men faqat sizlar o'zinglarni ikki murining ustiga muayyanni tafakkur qilinglar deb chiqarib qo'ydim. O'zaro surishtirib beqinglar, o'ylab beqinglar. 20 yildimi vatanimizniki ozod bo'lishiga jazm qilolmagan kishilarniki leksiyalarini yaxshi anglab beqinglar. Hozirgi mumkin bo'lmamdi deganlarni bir o'zinglar Amerika bizga yordam qilib berdi yoki bo'lmasa vatan parchalangan chog'da, Xitoy parchalanib ketgan chog'da biz hammamiz bormiz siyosiy o'rindan. O sizlarniki o siyosiy o'rindan siyosiy huquq tutimiz deb ta'min qilib Qur'on partiyasining ichidagi bunday odamniki vatan qurish istigidan foydalanib pul yig'ib necha kompaniyalar million sondan 6-7 xonlik sondan oshidi. 20 yil emas, 2 yillik partiya pul badal pulini so'zlab, anonkin boshqa davlatlardagi partiyaga kirish usullari, boshqa davlatlardagi partiya badal puli deganlarni hammasini shu to'rdagi materiallardan aniq ko'rsatib so'zlagan. Ammo endi davomli qashindaq shaxsiy bir narsa to'g'riliq shaxsiyatiga uchun qildigan undaq yozsanglar, demakki texaslar meniki deganlarimni aniq tushunmabsizlar. O'zinglarniki agishayotgan odamniki qanaqligini qandaq ideya, maqsad bor degan gaplarniki o'z og'zidan olgan gaplarni anlamabsizlar. Men texan bakrak yaxshiroq tushuntirsam o'qida qilaqitimki videoda yana davomli shunday programmalarim chiqadi. O bayatlı qalğan mayadagi Kanadadagi tizimlash o'rman u kishilik uni u to'g'riliq o'ylaganlarim o'zim bevosita shaxsan qatnashgan u to'g'riliq o'ylaganlarim to'g'riliq men so'zlayman. Xudoyim bo'lsa u to'g'riliq maxsus bir program bo'ldi 1 soat 2 soat atrofida masalan shu tafsiliy jarayonlardan tortib birdan amaliy paketlik ishlar bilan o'sha narsani so'zlamoqchi. Sizni faqat yoqtirmadim degan gaplarim bor ekan. Men yoqtirmasam vaqtcha men da'vatdan so'zlayotgan mazmunlar qiziqsizlar uchun shunaqa bo'lsin sizlarniki endi davomli kanalımga abone bo'lishinglarni so'rayman. Boshqa YouTube kanali ochayotgan bo'lsam davomli qoldirib o'zinglarniki YouTube kanallarini o'zinglar tashkil qilsanglar, o'zinglar tirishmasanglar bu o'sish nimasi o'zinglarniki nimasiga asan to'xtanglar. Endi debdi. Ilmiy fikr yozgan qarindoshlar amallarga rahmat, natijalik bo'pti. Ham ochiq fikr, kaskin, to'g'ri, hamini o'tirg'ib qo'yibsiz degan gaplar bor ekan. Ilmiy usulda inkas yozaylik debdi. Bunga rahmat. Nemishki to'xtamay kulasiz. Voy. Yana kulayman. Xitoy Kompartiyasiga o'xshamagan ko'z qarashni qabul qilmaslikning yurishini ko'nish bilan kalla ishlatmay ko'rib baxman asarni Xudoyim. Tushunadi shu. Ko'mala xat yozdi. Vatanni ozodlik uchun tirishing deb to'xtamay Twitterda kurash qilyapman. Xo'ja yillarniki blok qilib o'tishi bekorlik emas u. Bosh barmoqni yerga qaratganlar partiya ichgansizlarda deb. Buyruq tushgan yana.
radiyani odamniki undaq hujum qiladigan radiya bo'lmasin, o'zinglar faqat o'ylaganni men bu yerda o'tirdim, undaq partiyaning nom sharafini qo'g'dimamsizlar deb undaq degan undaq kishkirtib butun kishilarni undaq yomon inkos yozganga kishkirtgan bo'lsanglar, men yana davomli ichib beray haqiqiy mohiyatni. Bir zamonlarda jihodga kirmagan kofir bo'ldi deb nurg'un o't yurak yoshlarimizni radikal tashviqotning qurboni bo'lib ketgan. Shu hozir amaliyot yuz bergan Suriyaga kirib ketganda Daesh qatnashgan degandek mana fojialarga biz qarab turdik. Endi bu bir qism kishilarimiz bu Xitoy Kompartiyasininki aygung chandang zala deb shu partiyaninki qilayotgan ishlarini aniq ko'z tutib bersammi, aniq hisoblardan tortib ko'z tutib bersammi, hatto o'z og'zidan deyilgan gaplarni sizlarga bunda ko'z tutib bersammi, ya'ni shu men Cumhuriyetchilar partiyasi qanaqa qildim degandek bilan hujum tusudiki undaq inkoslarlar Uyg'ur erlariga faqat yarashmaydi. Bir zamonlarda nima? Shu men kalli yushqa tutib beryapmiz shu turkumlab kiryapti partiyaga bo'pti. Dedim-ku meniki shu o'zimniki partiyaga shu bergan fikr takliflarim bor. O'zinglarniki turishliq davlatidagi partiyaninki badal pullari bilan taqdimotlik bo'lsin, tang ishlarni bir amaliy ishlarni qilaylik. Mavhumni bu faqat tashkil yaratdik, bir nima barpo qildik, sistema barpo qildik degandeklar bu amaliy ish emas, vatan ozodligidagi. O'sha tashkillangan to'g'ri, ham shu bir ish qilinglar deb o'sha Twitter'dagi faoliyatlarni va boshqa qilgan ishlarni oldin qatamliq videolarni bir ko'rsatdim. Endi o'zinglar ko'rib beqishinglarni yomon inkosyasin deb emas, o'zinglar o'ylansgan, o'ylanib baqsgan, haqiqatni ko'rsgan, bir tushunsigan degan maqsadda ishlagan video edi. Mavamiz YouTube'dagi videolar ekan, YouTube'dagi inkoslar ekan, sizni yoqtirmadim, cho'ng tuhmatdan birini qildingiz. Nada tuhmat bo'ladi, men hammasini bor gaplarni, to'g'ri bor gaplarni o'chiq yozgan tursam. Siramdan o'zim. Voy. Oldu. Bir ishga nimaniki nima anlamamdiq. Rapanglar oxirlashtiray bo'ldi. Ikki qatimliq videolarimda ko'rishaylik. Boshqa nurg'un programmalarim bor. Hozirgi o'zimizniki Uyg'ur tilidagi siyosiy o'zgarishlar, siyosiy ishlar, masalan, Amerikaniki saylami degandeklarni hammasini naq maydondan Uyg'urcha qilib taqdirgan shunaqa planlarim bor. Ko'pchilikniki endi davomliq meniki YouTube kanalimga obuna bo'lishinglarni yoki endi kichik qo'ng'iroqni ichib qo'yishinglarni o'shamsa naqsham chiqmaydi-ku. Uyg'urcha naqshlarni odatda men qanaqa qilaman deysanglar, bu Uyg'urman deydigan app bor. Shuning ichida nurg'un kitoblar bor. Uyg'urman. Men buni Uyg'urcha applar, Uyg'urcha to'rbatlar deb so'zlagan bir videomda bir tashviq qilgandim. Hozir yana bir qatim tashviq qilib qo'yay. Uyg'urman. Bir bo'riniki, ko'k bo'riniki rasmisi bor. Uyg'urman deb shu telefonlardagi appning ichiga kirib tushlasan, nima qilsanglar bo'ladi. O'shanda shunaqa esil Uyg'urcha ovozli qasallar, nurg'un kitoblarning ovozi qismi, naqshlar degandek narsalar bor. Bo'ldimsa bugungi videom shunchalik qilam. Ozroq so'zlayda birdamlam yarim soatdan ish bo'libdi mana. Xo'sh, amon bo'linglar, xayr xo'sh. Yaxshi boshlarim chiqmaydi. Shunday qilib oxirlashtiray bo'ldi.
Bak sen deysen turmuşumda hoşalısı hem falan Biz işin alekçeliki tügüne vası Kaynımızın gel kılı Arıktım yok beşimle bu işlere kendim dökanla Naklı töleynin hocayın Tonlatıdın bir botolka Coca-Cola, Coca-Cola Köp severlik ötü buldu hata Pişayman ve üstüne parça eski koyun kaybo tutmak Süt boklu yolsa en sözü yok aynı aydınlık mazgapka Kimseni kelmezke kayta Coca-Cola, Coca-Cola Coca-Cola, Coca-Cola Coca-Cola, Coca-Cola 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 生活总是给你惊喜，就像可口可乐基地，有时艺术，有时弥补，是对所有烦恼洗礼。但是没有它，生活中总是少了一些东西，那就算了吧，让烦恼全部随风而去。哎，梦来给我一瓶可口可乐，给我平淡的生命在等待筹码，有着你有种味道，还是优雅，少点抱有我钞票，大把大把，一杯可口可乐足以忘记了年龄的压力，不再失去。Çıkıldı aklım aldı saat sırılgısı Kim bilir demiş buludu Bu bir günümün tersi Her siyahda her hıl kişiler her kıyafette dahil Belki uyacak şirin veya yamanın şepsi Şapır yaktı şarkı rapı parkı rap bir şeyler Yiğit söz notayın yok Kuruk dikilen basiye Yüyüm akı diyen bu siyah dizilgan gazel Mühürk taş boy Yaksı kaldırıp radiye Suğa akıdı düvenli boylap Şizdinip şukurga Diyaloglar tayini olsun Gel noktayız parazlar Ölçem kılsı taktı dur Kılmet özgüm ayın Kalku şoför yol başlaydı bundan kişilik hayatında Şitsi esti hiyalperest Yokut kurdum günümde Tesbir besti hiyalka besti Arzu veyran klip besti Hanat karak yol hıravan Ki ilgilikli kümelge ayan boldu best Dost fikir buna zıkılma best beste Şişeli kaldırdım aptal Yüzmek bulup kolu uzattım Bakını sandırdım ama Kankapçılık kolumdun Tekten zaman şu an kayıp oldu gözümden Gezdim yattıklandık Ayıp versiyonunu İzledim şu gündeyken Vücudumda spanda Hiç almazdı gün Almış ne gündüz gece Kanca uzaktın Menzilim bilmedim Elbimde sıkıfçılı cehanım Kısmet kaçtırış yolda Kaldım boysundum Cansız benim Baktım travmadan içini şirdik geldi Tıkıldım ama gözü Parçalıgan yaşam